Rizoda, bu qimmat kiyimlaringni qaysi magazindan olding? Bu qaysi magazindan olganingni aytsang, biz ham olardik. Sinfimiz o'zi bechoralar sinfiga o'xshab qolgan. Meni dadamning puli ko'p. Xohlaganimni qilaman, xohlaganimni kiyaman. Agar mening ham dadam bilan oyim yonimda bo'lganda qanaqa kiyinishimni bilardim. Seni kim xafa qildi? Hech kim, oyim bilan dadamni sog'indim. Nima, sinfdoshlaringmi? Qani yurchi bu yoqqa? Shahrizodan sen xafa qildingmi? Men hech kimni xafa qilganim yo'q. Hammasini Akbar boshladi. Eski kiyim kiyganda ustidan haqorat qildi. Ha, shu qildi. Qachondan boshlab, ha? Yo, qachondan boshlab odamning ustidagi kiyimga qarab gapiradigan bo'lding? Ota-onam bizga shunaqa tarbiya berdimi, ha? Menga qaralaring. Hozirdan dunyoni pul bilan o'lchaydigan bo'lsalaring, ertaga qanaqa odam bo'lasanlar? Rasululloh alayhissalom shunday zot edilarki, kambag'al parvar edilar. Mabodo o'lib qolsa, kafanlashdan boshlab to borib ko'mgungacha ishtirok etardilar.